Tak, mana dozatorimiz keldi. Hozir ishlash jarayonini ko'rsataman. Tokga tiqilib yig'ildi bu. Bosgandan keyin yonadi. Bu yerda hamma grammlar ko'rsatiladi, qanaqa nima qilinishi. Misol uchun bosib kirgizsa ham bo'ladi. 500 gramm bo'ldi. 500 gramm. Yo'q, biz 200 gramm qo'yamiz, 200 gramm qilsak ham bo'ladi. Orqaga qaytishlari, ligrovkalari bo'ladi. Mana yonida tezlik baland tez quyishi. Mana misol uchun bu filtri bo'ladi. Buni bunaqa idishga tiqiladi. Suvli idishga tiqaylik, misol. Bu yoqqa mana misol stakan qo'yib qo'yamiz. 390 chiqyapti. Ichiga 200 gramm qo'yiladigan bo'ladi. Misoliga bosamiz, o'zi ishlab turadi, suv tortadi. Mana quyib beradi. Rovna 200 gramm bo'lganda o'zi to'xtaydi. Mana rovna 200 grammda уже to'xtadi. Mana shu yerda 200 gramm suv bor уже. Ligrovkasi yaxshi. O'zi avtomatim qiladi. Bu balandligi mashtgacha chiqadi. Где-то bemalol 5 litrli baklashkalarni to'ldirib beradi. Muammosiz. Kimga shunaqa dozatorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Ekonomichniy, tok ham kam yeydi. Ham kompressor olish shart emas, qo'pol emas, ixcham, любой joyga o'zi bilan ko'tarib ketsa bo'ladi. Vesi uzog'i 3 kilogacha.